allergiyaga chaqirishi mumkin. Bahor kelishi bilan pux va boyagi pudaganimdek gulning nimalari, changlari uchishi hisobiga odamlarda allergiya qo'ziydi. Ushbu allergiyani uy sharoitida qanday davolasa bo'ladi? Faqatgina allergiya dorilarga allergiyangiz bo'lmasa, aytgancha azizlar, allergiya dorini albatta shifokor bilan maslahat qilgan holda ichish kerak. Xalqimiz juda yaxshi bilib tanigan Loratadin tabletkasi allergiya va allergik holatlarda, hattoki allergik yo'talda boshida zo'r yordam beradi. Keyingi aytadigan preparatimiz bu Cetirizin. Buni juda ko'pchilik biladi. Bu allergiya bo'lib chiqadi. Bir 10 grammdan bu allergiyaga, burun qichishlar yoki boyaga aytgandek puxlardan qichishlarni ham zo'r tinchlantiradi va allergik holatlarda birinchi yordamga dastyor hisoblanadi. Keyingi aytadigan dorimiz Zodak preparati. Bu 6 yoshdan kattalarga allergiya va allergiya holatlarida zo'r yordam beradi. Juda tarkibi yumshoq preparat. Buning tarkibi ham Cetirizin gidroxlorid. Oxirgi aytadigan dorimiz bu Edem tabletkasi. Buni o'zi bilmagan odam bo'lmasa kerak. Buni tarkibi dezlaratadin. Buni har kun televizorda reklama qilishyapti. Allergik va allergik holatlarda, qichishlarda, qichimalarda yoki tungi yo'tallarda va shu kabi tundagi har xil allergik holatlarda ham zo'r yordam beradi. Hurmatli aziz vatandoshlar, allergik dorilarni vrach tavsiyasisiz ichish mumkin emas. O'zboshimchalik qilib ichib, allergiyani battar qilib qo'ymaydi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va bizga obuna bo'ling.